Sahne faoliyatiga aylantirib o'tilgan inqilob. Abdurahimjon Abdurashid. 7-bob. Mustaqillik talablarini yang ichiga yushirish plani. Da'vogar sus bo'lsa, qozi muttaham bo'lur. Vatan ichidagi butun bir millat aholisi qutqizishga talmirib, chet eldagi bizlarga ishonch bog'laydi. Biz chet eldagi barliq muhojirlar bo'lsak, tashkilot va markazlarimizning ish faoliyatlariga, yetakchilarimizning og'ziga talmirib qaraymiz. G'ojamning g'ojisi bor, chamg'urning o'risi degandek, bizning yetakchi rahbarlarimiz bo'lsa, kimlarning og'ziga, kimlarning qosh qopig'iga qaraydi. Ishlarimiz mushundaq bir yerga zanjirsimon bog'lanib, bir yerlargacha ishkirlab ketaverdi. Atalmış boshliqlarimiz yoki rahbarlarimiz bizlarga nimani anglatsa, shuni rost deb, bizmi vositli holda bir yerlardagi mavhum kishilarga intilamiz. İşlerimiz shundaq tengirqash, yo'lga qarash va zarqish ichida go'yda tulg'un sudek tiniq, go'yda shoqiratmadan sakrab tushayotgan chachratmalardek shavqulliq his qildirilib, birda ruhlantirilsa, ba'zida o'ksindirib degandek tushuniksiz bir kayfiyatda ketyotdi. Oq ko'ngillardan ikkisi bir bulungda, bir do'qmishda do'qurishib qolsa, salom soatdan keyin deyishadigan tunji gap xonimni Oqsaroydan chaqirtibdi. Xonim Uyg'urlarning kishilik huquqining dafsanda qilinayotganligi to'g'risida guvohlik berish yig'iniga qatnashib, guvohlikdan o'tibdi. Xitoy hukumati Amerikaga norozilik bildirib ekan, Bosh hukumati Xitoyning yuziga toza qamlashtirib bir dastak sapdi. Hey adash, u Bosh emas, Bush demamsan, xalqning ismini buzib yurmay. Bosh emas bo'lg'achqa Xitoyning yuziga bir dastak salalagandu. Ha, bo'ldi adash, xafa bo'lma. Uyg'urcha Bosh emas, Amerikacha Bosh. Bizni qutqizib qo'ydigan Amerika boshliqining ismini to'g'ri talaffuz qilishmi biz uchun siyosiy axloqning muhim qismi bo'lib qolgan edi. Aramizdan birisi chiqib Amerikaning yomon gapini qilsa, qapqimiz sangilab, chekrimiz buzilib, bir qismini bo'lib ketatdik. Biz shunday tushunib olatdikki, Amerika pat yaqinda ishimizga qo'l silib aralashadi. Xitoyni tar yerga qistab, bizning mavjudligimizni e'tirof qildiradi. Bizning insoniy qiymatimizni, milliy huquqimizni, vatan egiligimizni qo'limizga elib berdi. Shuning uchun Amerikaga yoqmaydigan ishlar bizning ko'rilmasligi shart. Lekin to'liq bilmaydigan narsa shu ediki, Amerika bizdan nimani talab qiladi? Biz Amerikaga o'xshash o'ylashimiz kerakmi? Aramizdan Amerikaga ta'tir qaraydiganlar chiqib qolsa, bizning ozodlik ishimizga nimishqi ziyni yetish kerak? Amerika bizdan mutlaq itoat qilishni talab qilamdi. Bu haqda bizda biror aniq tushuncha, ko'z qarash yo'q edi. Chunki bizda Amerikashunos birmi kasb akli yo'q edi. Agar Amerikaga baho berishga to'g'ri kelsa, o'zimizdagi pishmagan, ya'ni siyosiy qarashni o'lcham qilib olib, ko'zimizga faqat Amerikani go'zal ko'rsatgan rangli ko'zoynakni taqib, Amerika mundaq deydik. Aramızda Amerikani yoqtirmaydiganlarmi, nafratlanadiganlarmi o'xshashlar Amerikani sat ko'rsatilgan ko'zoynakda qaraydi va shundoq baho beradi. Bizda yetersizlik yetib oshqchi bo'lgandan tashqari, yetersizligimizni bilishdan, ko'rib qilishdan o'zimizni qochiratdik. Birlari ko'rsatib qo'yishga og'zini ichib bo'lg'icha yoki quloqimizni mahkam etolabdik, yoki uning og'ziga tosh tuproq tiqatdik. Shuning uchun oftobda qoqilib yotgan kila Quyoshga talmirgandek bizmi Amerikaga talmiratdik. Amerikaning sha'nu shavkatiga she'r yozdik, naqsh tovladik, maqolalar yozdik, hikoya nasrlar ijod qildik. Siyosiy ko'nglimizni ifodalashda baslish bo'la olmay, o'zaro tilishib ketdik. Hatto yuqorqi mushunchalar bulumsizliklarning sababi ozodlikning jinimizdan o'tib ketgani va yetersizligimiz edi. Chunki bizdek azadlık uchun kurash qilayotgan hech qanday bir millatda bizning yetersizligimizning oldiga o'tib keta oladigan yana birisi bugungi dunyoda yo'q. Joylardagi tashkilotlarimiz, tarmoq rahbar, raislarimiz siyosiylikdan xili yiroq, lekin Uyg'urcha ko'rinishda vatan millatning mustaqilligi uchun katman chepayotgandek
mücmel bir vaziyat umumlashib ketyapti. 2008-yili aprel Amerikadan xonim cho'ng raisimiz bir qancha kishilar bilan kichikroq guruh bo'lib Yevropa safarini boshladi. Bu safarning bak muhimligi ta'kidlanish bilan birga bizga bildirilgan ma'lumotda hozircha Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qilamiz. Vatanimizdan Xitoylarning chiqib ketishini talab qilamiz. Bizga mustaqillik kerak degandek shuarlarni to'g'lamay, silg'iroq sipoyilik bilan diplomatiya qilib g'arb davlatlaridan ish kechib olsak, shu ishdan kirib olgandan keyin ikkinchi qadamda mana biz yumshagan bilan Xitoy yumshamaydi. Ko'rdinglarmi? Dunyo akli. Xitoy bizni to'liq yo'qotmoqchi bo'ldi qilib etmaydi. Shunga bizga mustaqillik kerak. Bizni qo'g'dab qolgan birli chora bizning Xitoydan to'liq ayrilib chiqib, davlat qurishimizdan iborat bir yo'ldir. Uningdan boshqa hech qanday usul tuzum qarg'a kelmaydi deymizda, bizning da'vorimiz haqli bo'lib chiqdi deyildi. Deyilayotgan bu so'zlar biz qo'llanishga tegishli bo'lgan taktikadek his qilinsa-mu, o'ylanishga majburlangan tarafi shu ediki, Milliy qurultay urun bo'shitib, duq bo'lgan chog'ning o'zida qurultayning nizomnomalaridagi Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun deb yozilgan modda, so'z, jumlalar to'liq chiqarib etilganimi 4 yil o'tib ketgan edi. Shundaq bir diplomatiyada qo'llanib, NED vaqtidan iqtisodiy yordam olib hajlayotganimi bir qancha yil bo'lgan edi. Mushu bir qadar bo'lg'uliqlarni o'ylaganda, yerlik tashkilotlarning nizomnomalarida bo'lib baxmagan, qurultayning qog'ozlaridan allburun o'chirilgan, faqat Uyg'urlar orasida Uyg'urcha gaplarda saqlanib qolgan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini talab qilamiz deganchilik gaptimmi voz kechib turishimiz kimlarga va bizni qutqizib qo'yadigan qaysi davlatga lozim bo'lib qolgandi degandek gichmas xiyollar bearam qiladi. Kishilarning biz sizga ishonamiz, vatan millatga ziyonli ish qilmaysiz deb ko'rsatayotgan itoatmanliklari qandoqdir yaxshi kunning yomini kelib boshqa kun tushganda alqanchilikmi soyi tashlay olmaydiganligi aniq edi. Bulun pishqoqlarda tushuniksiz gung'ur-mung'urlarni anglamasga silib ketaverish aqillarning ish beshidagilarning odati emas. Ehtimol hech kim ko'zga ilmaydigan oddiy ko'rimsiz kishilardanmi ehtiyot qilganmikin, oradan bir qancha oy o'tib mustaqillik talab qiladigan xalqaralashtirilgan bir tashkilotning qurilishi shart nomli yangi ham jiddiy bir taklif o'tirg'i tushdi. Aslida shundaq bir tashkilotning qurilishini jondan chora bilatdik. Xonimdek qo'rqimsiz, badal to'lagan, yo'li ochiq bir rahbarning davrida shundaq bir tashkilotni dunyoviylashtirish bak muhim ishlardan edi. Lekin bu taklifning udul kelib menga yetkazilishi yoki aniq aytganda shundaq bir tashkilotning ulini selish mening qo'lim bilan boshlanganligi meni mundaq ikki masalada ara soldi qilib qo'yib. Birinchi, men shundaq bir cho'ng ishning davrini o'tirg'i qo'ysam, dastlabki qadamda, ya'ni hech qo'llashga erisha olmasakmi, har qaysi davlatlarga yaqin, ishonchlik, tushunishgan kishilar bu ishni qilishga bel bog'laydiganligida gap yo'q. Lekin ularning ko'pinchisi kaskin odamlar. Ularning asti xarakterlik, uzunga suzilgan siyosiy muzokara qilib vaqt o'tkazadigan ishlar bilan xo'shi yo'q. Biroq siyosiy tafakkurga ega, mustaqillikni tashabbus qiladigan fikr egalari bo'lsa, barg'ancha yumshab, putqi patadigan qattiq yerga dasimaydigan, bosh og'riqi bilan xo'shi yo'q. Ikki gapning birida xalqaro vaziyatga qarash kerak deydigan bo'lib ketyapti. Shunga bundaq bir vaziyatda mustaqillik tashkiloti qurayli deb o'tirg'i chiqish oson bo'lgan bilan ishning davomini tasavvur qilish qiyin edi. Ikkinchi, bu taklifning orqasida oddiy maqsadning yushungan bo'lish ehtimolligi, ya'ni ma'lum rahbarlar yukni kechikdan aman esan o'tkazib olishni plan qilayotgan bo'lib, qarshi qirg'oqqa yetkazilgan ko'rikka ehtiyojliq. Ko'rik bak puxta silinib ketsa, yukni o'tkazib olibla buzib o'tish, ya'ni kuch talab qiladigan gap. Shunga meningdek miskin, qo'li yumshoq, bo'yni pukuk, samimiyatidan kishilar gumon qilmaydigan bir yetim o'g'loq bu qurbonlikka loyiq ko'rilgan bo'lsa, yukni qarshi qirg'oqqa o'tkazib olib, bu abga ko'rikni bir tepib, eqinga cho'ktirib o'tish shunchalik oson bo'ladi. Karvonlarni daxlsiz manzilga qarab ketaveradi. Shunda oxir chiqmaydigan o'y fikr bilan vaqt o'tgan sari bu ishning bir chorasi topildi. Yangidan bir mustaqillik tashkiloti qurishning
o'rniga mustaqillik nizomnomasiga ega Sharq Turkiston birligi tashkilotini kengaytirib qurish taklifini o'tirg'a qo'ydim. Bu tashkilot 2007-yili 17 may Germaniyaning Hessen Respublikasida Uyg'uriston ozodlik tashkiloti bo'lib qurilish kuni Dokning ba'zi kadrlarining to'sqinligiga uchrab, yuqorqidek nom bilan qurilgan bo'lsa-mu, ya'ni Sharq Turkiston birligi deb qurilgan bo'lsa-mu, lekin Uyg'uristonning mustaqilligi uchun harakat qilamiz hamda mustaqilligimiz yo'lida elib berilgan har qanday harakatni qonunliq deb qaraymiz degan moddalar uch yozilib, davlatning tasdiqidan o'tkazilgan edi. Shuning bilan u yoqqa tortib, bu yoqqa tortib oylarcha davomlashgan. Ya'ni menga ko'ra rost taklif berganlarning ko'ngildagi saxta muzokaralardan keyin ma'qul ko'rilib, Sharq Turkiston birligi tashkilotining boshliqlari bilan so'zlashadigan bo'ldim. Gerçi men bu tashkilotning qurilish yig'iniga qatnashmagan bo'lsam-mu, shuningdek tashkilot a'zolik jadvalida ismim yozilmagan bo'lsa-mu, lekin tashkilot qurish planiga qatnashgan. Hem tashkilotga 3 odamning biri bo'lish salohiyatim o'zimizga ayon bo'lg'achqa, tashkilotning rais va muavin raisi bilan ochiq oshkor so'zlashdim. Hatto navbatdagi tashkilot qurish taklifi to'g'risidagi o'zimning gumonimni yushirmay aytdim. Bu fikrim ular uchun bakli tuyuqsiz, ammo haqiqatan muhim bo'lg'achqa, ma'lum vaqt atrofli o'ylashadigan va ishning yaxshi yomon oqibatlarini ko'zda tutib, sovuqqonlik bilan bir qancha oy muzokara qiladigan bo'lib bitishdik. Biroq bu ishning vaqtdan burun oshkorlanib ketmaslik uchun qanchaki paqas bo'lgancha bir yoqlardan sirqi tapchirab ketyotdi. Niyati yomon bo'lginchilarning siri oshkorlandi. Dünya bo'yicha birlikka kelgan markaziy tashkilotimiz duq bar tursa, butun xalq e'tirof qilgan liderimiz, millatning onasi hayot tursa, millatni bo'lib, davoni parchalab Xitoyga o'yin qilib bermoqchi bu qora yuzlar mana shundaq ig'volarni qanot chiqarib Xitoyga uchishga boshladi. Shundaqdimi tayyorlikni davomlashtirishdan yaltaymadik. Germaniyaning ichi sirtidan muzokaraga qatnashtirilgan kishilarning taklif fikrini yig'inchoqlab, tashkilotning qisqacha programmalari tayyorlandi va nizomnoma tuzish komiteti qurildi. 5 kishidan tarkib topgan nizomnoma tuzish komiteti 3 oy mehnat singdirib, tashkilotning kitobnoma va 31 moddalik nizomnomalarini tuzib chiqdi. Lekin nemishqidir shu qadar ajr singdirilib 1 yilga yaqin vaqt sarf qilingan, nurg'un qarindoshlarimizning zihni, fikri singdirilgan, orzu-armonlari, aqli, vijdoni badal qilingan bu tashkilotning beshi yo'g'nab, doirasi kengayib, puti yerga dasiyalmaydigandek bir vahimaning soyasi agishib mengotdi. Rahbarlarning g'ayri rasmiy topshiriqlari ko'payib, hatto Sharq Turkiston surgunki hukumatining qurg'uchi raisi Ahmad Egambadi istifa berib, bu tashkilotga kirdiganligi. Dunyo Uyg'ur qurultiyimi bu tashkilotning qurultiyi bo'lib qatiladiganligi, qatorli xiyoliy kelajaklar bir qism do'stlarimizning umidsizlanishini keltirib chiqardi. Bu ishning orqasida bir uyum bormi qandaq? Deganda gumonsirash kuchib, o'zaro tushunishmaslik, ishonishmaslik, hatto chekinishlarmi yuz berdi. Ammo Uyg'urlarga xalqaralashgan mustaqillik tashkiloti kerak degan mavqeda ching turgan bir turkum rasmiy vakillar tashkilotning muzokarasini davomlashtirishni qaror qildi. Dal mushu mezgillarda rahbarlardan Washingtonda ochiladigan qurultay yig'inidan burun mustaqillik tashkilotining qurilish yig'inini chaqirmay turish farmoni yetkazildi. Har qatim bir yangilik yuz bersa, bir majra, o'zaro ag'rinish va do'q qilishlar bo'lib turadi. Hem bir parçadan tarayıp çekilip ketishimizga sabab bo'ladi. Bu qatimki farmon bilan mustaqilchilarning cho'ng bir tashkilot qurish orzulari barbat bo'layotgandek ko'ngilsizlik hukm surishga boshladi. O'z ichimizdan yana bir silkinishga, tas qilishga duch keldik. Lekin oxirgacha tirishchanlik ko'rsatishdan chekinmaymiz deb iroda bildirganlar, xalqaralashgan mustaqillik tashkiloti qurish taklifini bergan rahbarlar ustida o'ylanish, ishning orqa ko'rinishi ustida tahlil qilish jarayonida bunda xulosa kelishdi. Birinchi, mushundaq o'yinni qurashtirish orqali mustaqillik irodasi kuchli bir turkum kishilarni sakritib, qiziqtirib, keyin biz hech nima qila olmaydi ekanmiz, Uyg'urlar hozirgacha qilib kelgandan ortiq ilgirlay olmaydi ekan degandek o'zligidan umidsizlantirish, voz kechib tarqilib ketadigan vaziyatga yetkazish. Ikkinchi, ma'lum rahbarlar ichki raqobatda mening munchalik kuchim bor, diqqat qilmasang yiltizing bilan qumirlab ketasan degandek birlarga taqdis selish uchun qo'llangan kuzur.
o'ynagan saxta bir o'yin bo'lishi mumkin. Mayli ular qandaq bir g'araz bilan bu o'yinni o'ynagan bo'lsin, bizmi o'z o'yinimizni davomlashtirishimiz kerak. Ammo sirtqi nisbatan sadoqatmanlik bilan emas, balki sezgurlik bilan, sirtning muqomiga dassash bilan emas, o'z udarimizni padlab o'zimizning muqomiga dassaymiz. Shuning uchun planni mukammal tuzib, Washingtonda qurultay ochilib, tavuz yerilgicha tashqi ko'rinishda sukutda, ichki vaziyatda tashkilotni qurish tayyorligini qilamiz degandek nuqtaga markazlashdi. Plan tövəndikidək 3 nuqtaga yığınçaqlandı. Plan A. Washingtonda Duxning yig'ini ochilib bo'lgandan keyin mu xalqaralashgan mustaqillik tashkiloti qurish ishini davomlashtirishga to'sqinlik qilinmasa, tashkilotni kengaytirib qurish ishi aslidagi usul bilan amalga oshirildi. Plan B. Agar qurultay yig'ini ochilib bo'lgandan keyin endi bu ishga ehtiyojimiz yo'q, bizga og'zimizda deganimizdek avtonomiya, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi kerak deb yo'limizni to'sishga urinsa, tashkilotni kengaytirib qurish emas, balki har qaysi davlatlarga mustaqillik ideyasiga ega Uyg'urlarni yakka holda a'zolikqa qabul qilib, mustaqilchilarni tashkiliy intizomga kirgizib, joylarda mustaqilchilarni yetaklash plan. Mustaqilchilarni yetaklash. Plan C. Agar avtonomiyachi rahbarlar plan B'ga uchiq qarshi tursa, plan C bo'yicha mavjud Sharqiy Turkiston birligi tashkilotining nomini aslidagi Uyg'uriston ozodlik tashkilotiga o'zgartirib, avtonomiyachi rahbarlardan farqli nom bilan o'tirg'i chiqib, bayrog'imiz ro'shan holda ayrim yo'l tutamiz. Tashkiliy xizmat sifatida mustaqillik ideyasini targ'ib qilgan tashviqot ishlarini qanot yaydiramiz. Planni tuzib, qatlab, yanchuq selib qo'yib, Washingtonda ochiladigan Duq yig'iniga qurilmoqchi xalqaralashgan mustaqillik tashkilotimizning rais kandidatini vakil sifatida qatnashtirdik. Qurultay yig'ini tugamasdan shunchalik aldirash holda kandidat rais telefon orqali bizni o'ynatgan avtonomiyachi rahbarlarning buyruqini yetkazdi. Haliqi tashkilotni endi qurmaydi ekanmiz, kuchni parchalamay hammamiz Duxning ichiga kirib vazifa elib davoni birlikda elib bordi ekanmiz. Xo'sh, men qaytib borg'icha kutib turinglar. Bu xabardan keyin men yana bir qatim silkinib tasqilib ketdik. Uyg'ur degan shunchalik bo'lamdigandir. Deyishdimmi, tilimiz ko'ymidi, dedik. Qo'rsoq ko'pganda. Chunki bizning usulga dasatganlar texi o'z maqsadlariga to'liq yetmagan edi. Bizning tarixdagi chechilib ketishimiz ularning nishoni edi. Ularning kutganidek bo'ldik. Planni qaltis tuzib, yanchuq selib qo'ygan bilan ish mangmaydi. Planni shunchalik puxta tuzib qo'yib, amaliyotga duch kelganda kalla plandagidek ishlamasa yoki tarsalik qilib o'zlari tuzgan planni buzib tashlasa, Uyg'urdek ish qamlashmaydigan gapkan. Aslida plan B'ni ishqa selish fursati qo'limizda edi. Ammo atalmış mustaqilchilarning taqati taq bo'lib, bundaq yushurun avarchilikdan yiroq turishni talab etishdi. Shundaq bo'lsa-mu, so'rilib qolgan bir qancha og'inilar plan C'ni amalga oshirib, qo'limizda bor bo'lgan Sharqiy Turkiston birligi tashkilotini dastlabki Uyg'uriston ozodlik tashkiloti nomiga o'zgartirdik. Avtonomiyachilar bilan qarshilashmay, mustaqillik ideyasini targ'ib qilish va har xil nom, har xil iqlimga mansub tashkilotlar bilan munosabat o'rnatishga tirishdik. Bizni rad qilganlar bilan ziddiyatlashmadik. Tushunmaganlarga loyiqida izohat berib, nisbiy munosabatni saqlashga tirishdik. Ammo e'tirof qilmasak bo'lmaydigan bir xatoligimiz shu bo'ldiki, tashviqotimizning bir qismida mustaqillik ideyasini targ'ib qilganimizdaklar yana g'olliq tashviqotlarimizda Duxni va uning o'zimiz yaxshi ko'rgan bir qism rahbarlarni himoya qilishdan bosh tortmadik. Shu sababdanmikin haqiqiy mustaqilchilar bizga yiqilisha olmadi. Avtonomiyachilar o'z ichida cho'ng ikki tarafga ayrilib majralashadi. Ularning ba'zisini xalqimiz yaxshi ko'rgandaklar bizmi himoya qilatdik. Chunki ular xalqaro so'rovlarda Xitoyning ustidan shikoyat qilib, millatimizning dardini anglatish fursatiga ega bo'lgachqa, gerçi avtonomiyachi bo'lgan holatdami yo'lini to'smaslik, milliy manfaatimizning bir partisi deb qaraydik. Shuning uchun ularni chetga qilayotgan yana bir turkum aqnanchi avtonomiyachilarga qarshi ochiq oshkora tashviqot elib bordik. Bu qilmishlarimiz bizni avtonomiyachi shaklda ko'rsatishga yetarli dalil bo'lib ifodalanibdi.
Bizning uzun yil davomlashtirgan xatoligimizning yana biri bo'lsa, avtonomiyachilarning o'yinlarini bayqay olmaganligimiz bo'ldi. Ya'ni ular ko'rinishda sahnada ikki taraf bo'lib, yoqi siqishgan bo'lib, parda orqasida reseptni birga tayyorlaydi ekan. Rolni shunchalik mahorat bilan olganki, Hollywoodning danglik artistlarimi chinib qoladi. O'xshash o'yin, o'xshash rolchi, o'xshash sahna, lekin biz ko'ldirlinib, hangvaqib vaqtdan mahrum qilinibdik. 10 necha yil oz gap emas. Vaqtdan ziyon tortdik. Ishonchdan yiroqda qoldik. Boshqalarga gumon sirashda muomala qilgan bo'lib qoldik. Xulosa qilib aytganda, o'z qo'limiz bilan shakllantirilib, xaraktersiz ko'rsatilgan mavqeimiz orqali haqiqiy xalqaralashgan mustaqillik tashkiloti qurishni yang ichiga yushirish imkoniyatiga ega bo'lgan ashu rahbarlar shu natijalari bilan nimaga erishgandi? Ular qaysi xo'jayinning buyrug'ini ado qilgandir degan savol javobsiz qolmoqda edi. Davomi bor.